Assalomu alaykum Penachi Lutfullo kuzatuvchilari. Bugun biz jamoamiz bilan Andijondagi eng katta jome masjid oldidagi yangi qurilayotgan oshxonaga yetib keldik. Bugungi ish joyimiz shundoqqina masjid oldida bo'lib, juda nozik joy ekan. Biz pena quyib beradigan joyimiz 70 kvadratdan iborat bo'lib, o'ziga yarasha katta kichik qiyinchiliklari bor ekan. Shu qopdagi gipslarni mana shu ingichka temirlar ustida olib yurish biz uchun eng katta qiyinchiliklardan biri bo'ldi. Allohning rahmati bo'lmish, mayin yomg'ir yog'ib o'tib ketgandan so'ng biz ishimizni boshladik. Yog'och vassaliklar ustiga material qoplab oldik. Beton piltalar ustiga esa shart emas. Mana shu ingichka fermalar ustidan bir qop gipsni yiqilar-yiqilmas ko'tarib kelayotgan Kaminey Kamtarin Lutfullo Penachi, ya'ni men bo'laman. Bilmaganlar bilib olinglar, tanimaganlar tanib olinglar. Biz ishimiz ko'rinishidan oson tuyulishi mumkin, lekin bitta xato sira sog'lig'ingiz bilan alvido. Shuning uchun juda ham ehtiyotkor bo'lish zarur. Bu pena quyayotgan bola qizlarning ajali, ko'p hunarli yigitlarimizdan biri. Mana shu quyayotgan suyuqligimizni ko'pchilik qiziqib so'rashadi. Qo'shiladigan narsalar gips, gel, suv va yana bir ikkita narsalar qo'shiladi. Bu penamizni loydan afzalligi chang chiqarmaydi, qurtqumursqa chiqarmaydi, yuzda termiz holatda qiladi. Yengilligi loydan ko'ra quriganda ham juda ham yengil bo'ladi. Eng muhimi, hasharga odam chaqir, mardikorat kelib ishlar, ular sizni barcha ovoragarchiliklardan butkul ozod qiladi. Sizdan faqat svet, suv so'raladi xolos. Boshqa hammasi o'zimizdan bo'lib, sizni ko'pgina ovoragarchiliklardan butkul xalos qiladi. Shunday qilib pena quyish jarayoni o'z nihoyasiga yetdi. Klientimiz ham xursand, biz ham xursand. Eson-omon ishni bitkazib, mana endi ishni egasiga topshirib, esdalik uchun syomka qilib olyapman. Kimga mana shu pena shuva xizmatimiz kerak bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlarga bemalol aloqaga chiqib, zakaz berishingiz mumkin. Quyayotgan sifatli penalarimizga 10 yilgacha bemalol garantiya beramiz. Yurganingizda sinmaydi, o'zidan chang chiqarmaydi, issiq sovuqni usaydi. Shu mehnatimizni qadrlab, bitta like bosgan ota-onasiga ming rahmat.